Tushda olim ko'rishning ta'birlari. Tushida olim yoki faqih bo'lganini ko'rsa, aslida esa ilmsiz bo'lsa, odamlarning tiliga yomon ot bilan tushishiga dalildir. Agar oilada olim yoki faqih bo'lsa, ilmi yanada ziyoda bo'lishiga dalildir. Agar tushida qozi, hakam, xatib, o'lgan yoki tirik olim qo'rquv va vahima mavjud bo'lgan bir mavzedan o'tganini ko'rsa, o'sha mavze odamlari qo'rquv va vahimadan omon bo'lishlari va ularning podshohi odil bo'lishiga dalildir. Kirmoniyning aytishicha, tushida odamlarga ilm o'rgatayotganini ko'rsa, aslida o'zi ilm ahlidan bo'lmasa, o'sha diyordan qochib ketishiga dalildir. Agar aslida olim bo'lsa, izzat va obro' topishiga dalildir. Agar ilm evaziga sovg'a olganini ko'rsa, unga pora berishlariga dalildir. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushdagi olim 4 narsani bildiradi: davlatni, qozini, hakimni va xatibni. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.